Assalomu yaxshimisiz aka? Million 22 million so'mgacha bunga ham skidka qilib beramiz. Oxirigacha o'zi asli narxi 203 million so'm, shu oyning oxirigacha 180 million so'm mashinaning narxi 23 million so'm skidkada. Boshlang'ich 25% bilan 34 oygacha rassrochkaga qilib beramiz. 5% o'zining pulini bo'lib to'lashga aka. Avtokreditga 21% dan 26% gacha beramiz. Boshlang'ich pullariga oylik muddatini cho'zilganiga qarab 21% dan 26 oygacha beramiz aka. Chinaray avtomobillariga aziz obunachilar, zo'r chegirmalar ketyapti. Hozir mana o'zi xarid qilishgan Chinarayda mijozlari mana bunaqa furgon variantda qilib ham chiroyli qilib ishlatib pul topishyapti ekan. Videoni birinchi o'rinda manzilni aytib o'tadigan bo'lsak, qayerda aka? Xo'p, manzilimiz aka Buxoro shahar, Xebeka chorraqadan kelaverishda Mashina bozor svetoforga yetmasdan propan zapravkani to'g'risida. Hamda Chinaray hamda Srem avtosalonlari bitta joyda joylashgan ekan. Ish soati ertalab 9 dan kechqurun 8 gacha bo'ladi. Dam olishsiz ishlaymiz aka. Har kuni, yakshanba farqi yo'q. Kesinglar bular. Yakshanba kuni ham mashina chiqarib beraveramiz. Trading, barter. Bizada trading xizmati, test drive xizmati hammasi bor akajon. Trading xizmatlari. Mana. Videoni boshladik, bo'lmasam like bosish esdan chiqmasin. Bizani Pultopar avtomobil ishqibozlariga zo'r yangilik qilib beramiz. Chinaray Buxoro rasmiy avtosalonida mana 31-iyul sanasiga qadar zavod narxi belgilangan narxdan ham 23 million so'mgacha avtomobildan shundoq narxni skidkani berib yuborgan ekan. Foydalanmoqchi bo'lganlar bo'lsa, tezda ulgurib qoling. Hozir avtosalonda menejer xodimi bilan ma'lumot olamiz. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Yaxshimisiz. Behruz akajon. Behruz akamiz to'liq ma'lumotini yoritib beradi. Hozir zavod narxi qancha? Chegirma narxi qancha? Qanaqa to'lov turlari bo'lyapti salonda? Xo'p, akamiz aytib o'tganlaridek, mashinamizda zavod narxi 203 million so'm, lekin shu oyning oxirigacha aynan T32 gazli variantimizga 3 milliongacha shu oyning oxirigacha shu modelimizga aksiya e'lon qilganmiz aka. Bemalol viloyatdan kelgan akalarimizga ham bonuslari bilan chiroyli qilib beramiz. Jami hisobda shundoq 23 million so'mni shundoq kapot ustiga qo'yib, salgan xatib ketdi. Kapot ustiga qo'yib, bemalol olib kelsangizlar bo'ladi. Chinaray T30, T32 o'sha 5 kishilik bemalol yukka ham, oilaviyga ham, любой joyga xizmat qiladigan mashina. T30 yakkabalon, dubl kabina T32. Dubl kabina bu T32 dubl kabina. Hamda nima, qo'sh balonli gazli variantlari ham bor. Qo'sh balonli gazli variantlarimiz ham bor aka. Mana T30da mana bu yakka kabina, yakka balonligi. Xuddi shunday. Buni narxi qancha o'zi? Buni narxi 163 million benzinligi, 173 million gazligi aka. Ikkalasidan ham nalichida bor. Ikkalasidan ham nalichida bor, benzinligimi, gazligimi hammasidan bor aka. To'lov qilib kutib o'tirmaydi. Yo'q, keladilar, ishlarini uzog'i 1 soat, 2 soatda ishlarini hal qilamiz, raz mashinani olib chiqib ketadilar bonuslari bilan. Mana. Bu metallikmi yo? Bu zavodskoy gazligi, bitta 90 talik gaz balon, bemalol polniy bak bilan, konditsioner bilan 200 ta, 250 tagacha yuriydi aka. Benzinligi. Bunda ham shu 23 million so'mgacha, 22 million so'mgacha bunga ham skidka qilib beramiz. Bemalol keladilar. Narxlarini, bonuslarini zo'r qilib beramiz. Yaxshi, tashqarida ham mana shu modellardan nalichida albatta tashqarida ham bor akajon. Bu ko'pchilik qiziqadi, mana shu T32 ni aynan dubl kabina varianti. Xalq so'raydi, xalq talab qiladi, chunki ham tijorat uchun, ham oila uchun zo'r variantda. Bitta salonni ham ko'ringizlar buni. Bismillahirrohmanirrohim. Ham o'zingiz mazza qilasiz, ham oilangiz mazza qiladi, ham qo'shimchasiga mana yuklarni ortib bemalol o'zingizda biznesingizni qilsangiz ham bo'laveradi. Hozir mana shu turishini o'zida ham labodan bir 2 ta laboni yukini bemalol oladi. Albatta aka, bu issiq kunlarda bemalol konditsionerchani yoqib, salqinginada yurisiz aka. Konditsioner bor. Monitorlari, ABSlari hammasi bor. Buni narxi qancha T32 ni? Aytib o'tganimda, shu oyning oxirigacha o'zi asli narxi 203 million so'm, shu oyning oxirigacha 180 million so'm mashinaning narxi 23 million so'm skidkada.
Bunda hozir rassrochka ham bormi? Rassrochkaga ham bor akajon, uni ham 203 millionlik narxida bo'ladi, beskitga narxida. Rassrochkaga ham qilib beramiz 34 oygacha. Aha. Nima, kabina razmerlari nechi buni? Kabina razmeri 260 ga 172 bo'ladi. Bort razmeri, Gurza podyomi ham 1,5 tonna aka. Mana shu holatiga 1,5 tonnagacha yukni olardi. Holatiga. Mana. T30 da yakka balonligida qancha? Necha razmer? Bort uzunligi T30 da 315 ga 172 bo'ladi. Bunga 2 tonna yozilgan gurza podyomi, lekin bemalol 3 tonna, 4 tonnagacha mijozlarimiz yuk ko'taryapti deb otziv beryaptilar aka. Misol uchun mana shu mashinani rassrochkaga olaman desa, necha foiz to'lov qilishimiz kerak? Boshlang'ich 25% bilan 34 oygacha rassrochkaga qilib beramiz. 5% o'zini pulini bo'lib to'lashga aka. Bitta narsaga e'tibor qilingizlar, 25% dan to'lasangiz 34 oygacha olib bo'lmaydi. 34 oygacha olishimiz uchun biz 60% mi? 70% to'lov 70% to'lov qilsak 34 oygacha olsak bo'ladi. 25% ni qilsak muddat sal kamroq. Muddati 14 oyga bo'ladi, 14 25% bo'lsa. Yaxshi. 25% bilan ham chiqarib beramiz boshlang'ich. Muhimi chiqadi. muhim Oylik chiqadi. to'lov sal balandroq kelishi mumkin, lekin Shunday. agar обороtingiz katta bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik yopib yuboraman desangiz, yaxshi foydalansa bo'ladi. T32 ni ham aytib o'tdik. Endi bundan keyin ham mana SVM modellari. Aka, yana bitta Shinrayda yangi mashina kelibdimi deyman, Albatta aka, X30L mikroavtobus modelimiz. Hozir o'zingiz bilasiz, yozda tog' sezonlar boshlangan. Bemalol bu mashina bilan 11 kishilik mashinamiz tog'ga, dam olishlarga bemalol oilaviy ketaversa bo'ladi aka. Kengligini qarang uni salonni. Voy-o. Ancha keng mashinamiz aka, 11 kishilik. Bu B kategoriya emas, D kategoriya bo'ladi shu. Agar 9 tagacha bo'ladi, B bo'ladi. B bilan bemalol haydasak bo'lardi. Shunaqa. Motor necha ob'yom buni? Motori 1.5 dons motor, 1.5 xuddi o'sha Benzin oldingi tanlamaydi. modellarimizda. Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Narx-navolar? Narx-navosi 200 million so'm benzinligi, 210 million so'm gazligi. Bunga ham xuddi shunday aka, naqdga olmoqchi bo'lganlar, naqd pul keltirib qo'ysalar, bemalol 20 million, 23 million so'mgacha skidka qilib beramiz bunga ham aka. Shundayda 200 millionligini Rassrochkaga ham olsalar bo'ladi. 180 millionga naqdga, Naqdga beramiz. rassrochkaga o'zini belgilangan narxida. Shunday. Zavod narxida bo'ladi. Mana akalar, qulay variant. Bu oldin boshqa o'ziga mos bir alternativlari bor edi, lekin liniyaga ruxsati bormi aka, yo'qmi? Nima? Liniyaga ham bemalol ancha ko'payib qolgan, o'zimiz Buxoro shaharimizda ham ancha ko'payib qolgan liniyada ham yuribdi aka. Lekin mana bu Qoraqalpog'iston, Nukus taraflarda liniyada anchagina yaxshi ishlatib foydalanib yuribdi-da, mana shu sifatda foydalanib. Albatta aka. Mana oldi qismi o'sha Damas'larnikidek resor, muhimi konditsioner bor bunda. Konditsioner, ABS, monitor hammasi bor bunda ham aka. Zo'r. Mana salonlari 5 bosqichlik mexanik korobka. Xuddi shunday aka. Kichkina monitorlari ham bor ekan, o'ziga Monitorlari ham mos. bor. 180 gradus kameralari bor aka, zavodskoy. Sizlarda avtokreditga olinadigan bo'lsa foiz necha? Avtokreditga 21% dan 26% gacha beramiz. Boshlang'ich pullariga oylik muddatini cho'zilganiga qarab 21% dan 26 oygacha beramiz aka. Hozir qarang, imtiyoz mana shu Shinray modellari bilan bir xilmi bunga ham? Imtiyozli avtokreditlarimiz ham bor. 1,5% dan 18% gacha imtiyozlarimiz ham bor aka. Demoqchi bo'lgan rassrochkaga ham Shinray bilan bir xil Xuddi bir xil ikkalasi. O'zi hammasi Shinray model, bu prosta mikroavtobus o'shani. Ana bulargacha SVMG'larga. SVMG 01'larimizga ham aka, rassrochka ham bor. 295 million o'zi narxi, zavod narxi. Bunga ham xuddi shunday. Bunga lekin naqdga olaman degan akalarimizga 30 million so'mgacha chegirma qilib beramiz aka. 230 million, 200 millionga. 295 million o'zini narxi, naqdga olsangiz 264 millionga beramiz. 30 milliongacha chegirma qilib beramiz. 264 millionga naqd pulda chegirmasiz narxida rassrochkaga ham chiqadi. Albatta. Zo'r. Bu gibrid bo'lsa kerak-a? Bu benzin akajon, chisti benzin, bir turbo motor. Benzin rasxodlari ham 7 ta, 8 ta, 10 tagacha rasxod qilmaydi aka. Bu mashinani navorati o'zi bilan-da, juda ham bir chiroyli, bagajlari keng, Hamma salon funksiyasi bor aka, o'zi tashqi ko'rinishi ham boshqacha. sportivniy ham zamonaviy Shunday deganda mana hamma qismlari monitorlargacha bor ekan hatto. Albatta.
Rasxodlari nechta buni? Rasxodlari 7 litr, 8 litr, undan ko'p rasxod qilmaydi. Shaharning ichida 7 litr, 8 litr rasxod qiladi aka. Dальний yo'lda yana ekonomichni bo'ladi bu. Minib yurgan insonlar bilan suhbat qildim. Именно mana shu SVMG 01 modelini rasxodlari xuddi siz aytganda aytyapti. Qariyb bir 60 ming, 70 mingcha yurib qo'yibdi, pastda 70 ming atrofida. Faqatgina bitta kolotkasiga almashtirdim, xarajat qildim. Balon taqdim dedi. Boshqa umuman mashinaning kamchiligi chiqmadi dedi. Xuddi shunday akajon. O'z mashinamizga ham 3 yil yoki 100 ming probeg garantiyalari bor. Bizlarga ham olgan mijozlarimiz olib biror kishi zapchast so'rab yo bir narsa nima qilib kelgani yo'q, pretenziya qilib. Qanaqa ranglaridan bor? Qora, oq, seri ranglari bor buni. Salonni ham har xil ranglari bor. Oq, qoraga qora, oqqa qora. Mana shu именно G01 modelini men именно ehtiyot qismlari bilan shaxsan o'zim qiziqib ko'rdim. O'sha qiziqishim vaqtida ehtiyot qism unchalik qimmat emas ekan. Bir xil inomarkalarda o'zidan ham ko'ra ehtiyot qism qimmatroq bo'ladi. Bunda o'rtacha holatda ekan. Xuddi shunday. Rasxod minimal darajada ham mana bu bamper-manferlarda bir ikkita topilmaydigan detallari salgina 10 kun, 15 kungacha ajdaniyasi bor ekan, lekin olib kelib berishar ekan uni ham. Mashina Xitoydan keladigani uchun 10 kun, 15 kungacha, ba'zi mashinalarda 2 oy, 3 oylab zapchast kutmaysiz. 10 kun, 15 kungacha любой zapchastdan keltirib beramiz. Mana aka. Narx-navlari hammasini aytib o'tdik. Rasochkaga ham chiqadi. 25% to'lovi qancha bo'ladi? O'shaga 25% 73 million so'm beradilar aka. Mashinani yarim soat, 1 soatga polni ishlarni hal qilib beramiz. Olib chiqib ketsalar bo'ladi 1 soatga qolmas. Sug'urta to'lovi bor-a, bundan tashqari. Sug'urta to'lovi ham bor. Sug'urta to'lovini bank hisoblab beradi. Uni ham chiroyli qilib arzon narxlarda qilib beramiz. Yana ham tanishtirishda davom etamiz. Albatta. Keyingi model bu adashmasam endi gibridga keldik. Bu gibrid akajon. Buni rasxodini eshitib, albatta xalq hayratda qolsa kerak. 4 litr, 5 litr rasxod benzinda yursa ham gibrid variant. Tokni o'zida ham bemalol 70 km, 80 km gacha yuriydi aka. Narxlari? Narxi 239 million so'm naqdga olaman degan akalarimiz uchun 264 million so'm kreditga, rasrochkaga olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun. Zavod belgilagan narxi 264 million. Shuna. O'sha belgilangan narx asosida rasrochkaga ham chiqarib beriladi. Bemalol aka shunaqa. Videoni mana salkam oxirlab ham qoldi. Humonos kanalidan ko'rib kelyapman devchi obunachilarimiz Shinari Buxoro avtosalonidan mashina xarid qilsa, nimalarni kafolatlangan bonus qilib berasiz? Albatta aka, sizni nomimizdan kelgan mijozlarimiz uchun mashinaga full bonus qilib berib bilamiz. Polik deysizmi, benzin deysizmi, uzoq nimadan viloyatdan kelgan mijozlarimiz uchun mehmonxona xizmatlari ham bor. Xudo xolasa. Agarda berilmagan savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yoki ekran pastiga telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz. Agarda qiziqishingizga qarab qanaqa mashinaga ehtiyojot bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizdagi boshlang'ich to'lovlarni aytsangiz, ham rasochka, ham imtiyozli kreditlarni hisoblab chiqarib berishadi. Albatta, telefon qilib, lekin avtosalonga kelish esdan chiqmasin. Haydab ko'rib, bemalol mashinani tanlab ketsa bo'ladi. Albatta aka, baribir videoga ko'rgandan ko'ra kelib, biz bilan suhbat qilib, mashinaga o'tirib, test drive qilib ko'rsangiz, baribir boshqacha hissiyot bo'ladi. Xudo xolasa, barchani avtosalonda kutib qolamiz.